Toshkent Sharqning eng qadimiy shaharlaridan biridir. Turli davrlardagi vayronkor fuqarolar to'qnashuvi va tabiiy ofatlarga qaramay, ko'plab tarixiy obidalar bizgacha yetib kelgan. Ulardan biri Abul Qosim madrasasidir. Har bir hujraga kirish joyida madrasa devorlariga Qur'oni Karimdan iqtiboslar, tarbiyaviy va tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan oyat baytlar yozilgan. Madrasa Mo'yi Muborak madrasasi bilan yagona ansamblda qurilgan. 1892-yilda asoschisi Abul Qosimxon Eshon vafotidan keyin Abul Qosim madrasasi deb atala boshlangan. Sovet hokimiyati yillarida majmuaning ko'plab inshootlari buzib tashlangan, ammo madrasa binosi mo'jizaviy tarzda saqlanib qolgan. Ayni paytda madrasa davlat tomonidan muhofaza qilinadigan tarixiy obidalardan biri bo'lib, Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasining poytaxt bo'limi tomonidan boshqariladi. Abul Qosim Shayx madrasasi poytaxtimizning gavjum markazlaridan birida joylashgan bo'lsa ham, bu yerga tashrif buyuruvchilar soni ancha kam, chunki asosiy tashrif buyuruvchilar aynan bu madrasaga emas, uning atrofidagi boshqa obyektlarga tashrif buyurishadi. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, uning yonidagi Xalqlar do'stligi san'at saroyi, Milliy bog', Adiblar xiyoboni yoki Magic City kabi obyektlar. Bundan tashqari buning orqa qismida, bu binoning orqa qismida Oliy Majlis binosi ham joylashgan. Aslida madrasa qurilishining boshlanishi Abul Qosimning otasi Eshon To'raxon nomi bilan bog'liq. 1820-yilda Eshon To'raxon ixcham Mo'yi Muborak xonaqohini qurdiradi. Keyinchalik o'sha xonaqohni ham o'z ichiga olgan, umumiy hajmi 55 ga 46 metr bo'lgan madrasani esa o'g'li Abul Qosim Eshon 1850-yilda tamomlaydi. Ushbu imoratning qurilish uslubi o'sha davrda Movarounnahrda keng tarqalgan Shayboniylar uslubi edi. Madrasa to'rtburchak shaklda qurilgan bo'lib, 2 qavatli hujralar, darsxona va yuqorida aytib o'tilgandek xonaqohdan iborat. Bezakdagi asosiy e'tibor kirish qismiga qaratilgan bo'lib, unda 16 metrli peshtoq, 2 yonida 2 qavatli hujralar hamda old qismining tugash qismida peshtoqqa monand qilib 2 ta minora qad rostlagan. Madrasa qurilishida loy, pishiq g'isht, koshinlar hamda shunga o'xshash xomashyolardan keng foydalanilgan. 1919-yilda madrasa sobiq Sovet ta'siri ostida yurtimizdagi boshqa madrasalar qatorida o'z faoliyatini to'xtatdi. Hozirgi ko'rinishi esa 1982-1987-yillar davomida olib borilgan ta'mirlash ishlari orqali tiklangan. Aynan ushbu madrasada Abdulla Qodiriy, Munavvar qori Abdurashidxonov va Abdurauf Fitrat kabi taniqli jadidlar bir muddat tahsil olishgan. Shayx Abul Qosimxonning so'nggi kunlari afsonani yodga soladi. Bu vaqtda Toshkentda vabo isyoni keng tarqalgan edi. Bu epidemiyadan xavotirga tushgan Toshkent ruhoniylari Abul Qosimxonning uyiga to'planishdi. Ular maslahatlashib, Alloh nomiga qurbonlik qilishga qaror qilishdi. Ertasi kuni Abul Qosimxon Eshon xalqi boshiga tushgan musibatni o'z bo'yniga oldi. Tez orada vabo shaharni tark etishini e'lon qildi. 1892-yil 4-iyulda Abul Qosimxon Eshon vafot etdi. Ertasi kuni vabo to'xtadi.